Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana shu videoda oxirigacha ko'rsanglar, 2026-yilda ko'p imtiyozlar berilyapti, mukofotlar va pulingizni ham olishingiz mumkin. Sahifamizga obuna bo'lib, kanalga video ostida like bosib, mana shu video ostida kommentariyada plus belgisini qoldirib ketamiz. 2026-yil 1-fevraldan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar yoshlariga quyidagi imtiyozlar berishi mumkin. Safarbarlik chaqiruv reyestriga harbiy xizmat bepul o'tish tartibi joriy etiladi hamda shu maqsad uchun subsidiya ajratish tartibi bekor qilinadi. Yoshlar daftari jamg'armalari orqali avtotransport haydovchilarini tayyorlash o'quv kursi xarajatlari qoplash bo'yicha subsidiya haydovchilik guvohnomasining A, B, D va D toifalarini olish uchun ham to'lab beriladi. Kasbiy oliy ta'lim tashkiloti o'quvchi talabalar kontrakt summasi 50% qismi ijtimoiy shartnoma shartlari bajarish darajasida kelib chiqib to'lanadi hamda bir o'quv yili uchun uni 50 baravaridan oshmasligi lozim. Ayni bir shaxs bir yil davomida 4 ijtimoiy yordamlardan ko'pi bilan 2 marta foydalanishi mumkin. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunday yaxshi yangilik, xush xabarlarni o'tkazmasdan kuzatib borishingiz mumkin.